Hozir do'stlar, birinchi marta Amazondan zakaz oldim. Hali bilmayman. Ne ishlash kerak? Soat 3:43. 4:20 da borishim kerak. 4:20 da. Hali birinchi marta. Do'stlar, mana hozir 23 kun ko'rsatyapti. New Jerseyga boramiz. Nimaga o'ynamayapmiz? Qilmaganmiz. Abdug'ofur aka videosini ko'ryapman. Amazon haqida chiqargan videosini. Shunga qarab, bir yo'l aka o'rganib boryapman. Kasayna turish kerak edi. Keldim deganda ezasiz. Keldim deganda. Uni skaner qiling. Yetib keldik hozir. Bu tarafda ekan. Birinchi marta kelishim qanaqa bo'ladi hozir? Mana do'stlar, hammasiga raqamlar qo'yib yozib chiqdim. Endi mashinaga yuklaymiz buni. Biz do'stlar hozir yukni olib chiqib oldik. Endi buni yuklaymiz mashinaga. Hozir men trukdan boshlanganlarni orqaga yuklayapman. Xohlasa 30liklarni mashina ichiga, orqa tarafiga, salonga. Do'stlar, yuklab oldim hammasini. Hali partish bo'lib ketdi endi. Ko'raveramiz. Orqasidan bor. Do'stlar, yuklab oldim. Kech qolib ketdimmi deyman. Qani. Kiramiz. Buni bosamiz. Начать. Navigation started. Следуйте на юг, затем поверните налево, затем продолжайте ехать на частную дорогу. Хорошо. Поверните налево. Хорошо. Сейчас. Bismillahirrahmanirrahim. Ketdik. New Jerseyda benzin arzon deb aytishgandi. Haqiqatan ham benzin arzon ekan. Do'stlar, birinchi Right zakazga at the yetib keldik. destination on your right. 2 Denton City. Shuni bossak kerak menimcha. Bosamiz. Продолжить с поселкой deyapti. Endi yukni topamiz. Ikkinchi. Nima deyapti bu? Есть подробнее получить, не требуется. Plus. Bosamiz menimcha. Rasm uçirish kerak ekan. Rasm uçiramiz ekan. Buni bosamiz ekan, nima qilib. Bo'ldi, ikkinchisiga ketdik. Navigation started. Развернитесь на Тентем Корт, затем у знака стоп поверните направо на Adirondack Road. Bu ikkinchi zakazdan boshlanib ketdi. Men boya hayron qolibman. Birinchi zakaz o'sha nima deydi? Skratni ko'rsatgan ekan. Men bilmaganim uchun so'rab, bitta aka hali ham yordam berib Yaxshi. Endi 3-zakazga ketamiz. 3-zakazim mana yoqda edi. Shuncha yuk bor. Ketdik. Do'stlar, mana hozir 11tasini tarqatdim, 12-siga keldim. Oz-moz tushunib qoldim. Hozir keldim deb bosamiz ekan, mana yerda yozilib turibdi.
4-uy mana 4-uy. Mana yerdan 4-uy. Buni bosamiz. Nima deyapti bu endi? Я прочитал, понял. Okey. Front door deyapti. Oldi eshikka deyapti. Buni bosamiz. Endi hozir 12-ni topamiz bu yerdan. 12-chi. 12-chi zakaz qani? Bu 13 ekan. 12 tartibsiz bo'lib qoldi-da. Tartib bilan joylashtirsangiz o'zingiz vaqtingizni yutarkansiz. Mana 12. Mana. Xullas. Hozir eshikning oldiga qo'yamiz. 12. Buni bosarkanmiz. O'zi avtomatik skaner qilar ekan, keyin rasmni tushiramiz. Mana yerda fonari ham bor ekan. Mana to'rtburchakka to'g'rilab zakasda tushirdik. Endi buni nima qilsangiz? Mana nima qilsangiz ketdi. Qo'lim bo'ldi. Endi 13-ga ketamiz. Okey. 13-ga начать путь-то bosamiz. Navigation started. Развернитесь на Уолдберн Ikki minut Court. ko'rsatyapti. Затем через 200 футов поверните направо на Meadow Run Road. Shunday qilib ketaveramiz do'stlar. Oz-moz bo'lsa ham o'rganib boshladim. İşte. Hozir do'stlar, mana yerga zakaz olib keldim. Qanaqadir skalat ekan. Hozir 13-chi zakaz topamiz mana yerdan. Endi buni qayerga qo'yishni bilmayman lekin. 13 oldik. Nima deyapti? Mana yerda yozilgan ekan. İngilizcha yozilgan. Deliver to security office, drivers report here. On door deyapti. Mana yerda yozilgan ekan. Mana yerda kod yozilgan. O'sha kodni terib ko'ramiz. 318 318 619 318 619 318 61 oy. Ne yaptı bu? Ketamiz endi shu yerga. Cholmadim eshikda. Evet, soat 7'den 10 geçe. Ondan hiç kim yok ya. Yeah. Motoru da yaptık bunu. Tushunmadim. Mana shu xato bo'lyapti chota nimadir. Men 20 tasini tarqatdim, yana 27 ta qolyapti. Amazonda Поверните налево на bo'lmasin Hood berishdi. Road. Mana New Jerseyda tarqatyapman. Через полмили поверните налево на Хенджели Драйв. Spasibo. Dadalar bor ekan mana yerda. O'zbekistonnikidek. Mana do'stlar, hozir 21-sini olib keldim. O'rmon joylar ekan bu. O'rmonning ichida joylashgan uy.
Kunlar yorishib ketdi. Boya qorong'i bo'lgani uchun qiyin bo'layotgandi endi. Mana bu bilan buni tashlaymiz. Shunaqa gaplar. Kuchiga bor ekan qochamiz. Endi keyingi zakazga ketdik. 22-si. 44-chi zakazim. Joylarga kelib qoldim. Bizga 319 kerak. Mana u. 45-chi zakazimni olib keldim. Hozir sizlarga bir narsani ko'rsataman. Spark qarang. Mana nihoyat oxirgi zakazimiz do'stlar. Kuchugini yetaklab yuribdi. Tog'a. Bizga 86-uy kerak. Do'stlar, kod dostуп. Xo'sh. Oxirgi zakazimiz bo'ldi. Venesa. Endi rasmni tushiramiz. Va shu bilan tamom. Ne qilamiz? Voy. Qiynaldim to'g'risi. Bo'lmadi. Mana bo'ldi. Nima deyapti? Не просто, не сложно. Okey, mana shuni bosamiz. Отправить bosamiz. У вас есть товары с предыдущего маршрута, который нужно вернуть. Ага. Okey. Buni bosamizmi? Не заметили. Plus. Nima deyapti endi bu? Bo'ldi, orqaga qaytamiz ekan. Navigation started. Развернитесь на east. Bitta zakazimiz boya 13-chi zakazimiz. Topolmay qolganimki ofis. O'shani endi orqaga qaytarib olib borib beramiz. Mana orqada turibdi bu. Mana do'stlar, hozir yetib keldik Skalatga. Boya kechki vaqt yaxshi ko'rinmaganda, endi hozir kunduzgi vaqt ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar sizlarga. Kirish joyi bu. Abdug'ofur akalar ham shu yerdan kirgan. Через 200 футов держитесь правее. Через 100 футов держитесь левее. Через 350 футов поверните направо. Трейлерлari. Поверните направо, затем через 150 футов поверните налево. Через 150 футов поверните налево. Parkovkalar bor ekan, o'sha yerga mashinangizni qo'yib, joy bo'lsa ichkariga pravani olib kirasiz o'zingiz bilan. Keyin o'sha skaner qiladigan joyi bor ekan. Pravani skaner qilib kutib turasiz. O'zi telefonda kod ko'rsatar ekan. O'sha kodni raqam ko'rsatar ekan. O'sha raqamga qarab borasiz. Yukingizni olasiz o'sha yerdan. Anaqa aravachani ichiga to'ldirib qo'ygan bo'ladi. Hozir mana yerga qo'yamiz degan endi.
boyagi yukni qaytarib olib borib beramiz ichkariga. Birinchi marta qanaqa bo'ladi? Ya na месте. Bosamiz. Nima deyapti bu? Следуйте указателям на станции, чтобы найти зону возврат. Зона возврат будет представлять собой стеллаж или ячейку. Сканируйте каждую посылку, прежде чем оставить ее в зоне возврат deyapti. Xo'las, hozir ko'ramiz. Hozir do'stlar, manaqa joyi bo'lar ekan o'zi. O'sha yerga qo'yiladi. Qo'yilib, menimcha mana bu bosilsa kerak-da. Hozir ko'ramiz, buni skaner qilaylik. Понятно. Спасибо. Nima deyapti? Buni bosamiz endi. Tushunmayapman. Nima deyapti bu? Ichiga qo'yiladi menimcha. Tushib ketdi ichiga. Nima deyapti endi bu? Mashina moment. Right. Bo'ldi. Tugadi menimcha. Do'stlar aytgancha $94 olgandim zakasni. Hozir mana yerda pulni o'tkazib olsa bo'lar ekan. Bir zumda degani ekan, mana u 50 sent olar ekan. Bunisi esa mana shu kun endi kechki paytmi qachon tushadi menimcha o'shanaqa. Lekin bugun tushadi ekan. Ertalab do'stlar ozmoz tushmay qolgandim. Bitta o'zbek aka menga yordam berib hozir soat 4 ta uydan chiqqan bo'lsam 9 bo'ldi. 9 gacha 93.50 sentmi o'tdi-da. 93.50 sent o'tdi. Yomon emas.